Assalomu alaykum o'rtoqlar. Shunaqa vaziyat bo'lyapti. Men bu uyda taxminan 93 yoki 94-yildan beri yashab kelyapman-da. Esimni taniganimdan beri men shu uyda yashab kelyapman. Hozir bu uyda qanaqadir qanchiq, mayli uni anonsiga tegmaylik, qanaqadir ayol 2004-yil 2005mi 2004 sotib olyapti bu uyda. Biz bu yerda yashab kelyapmiz bu uyda. Uni hech kimga qizig'i yo'q. Bu bilasizmi qanaqa sistema? Bu yerda просто poraxo'rlik. O'sha mana shu uy haqida ketayotgan poraxo'rlik ham hammasi poraxo'rlik. Bu yerda faqat poraxo'rlik rol o'ynayapti. Korrupsiyaga yo'l yo'q deymiz, lekin korrupsiyaga yo'l ochib beryapmiz. Onasini eshak siqsin buni.